Bunaqa narxda anchadan beri xonadon qo'ymagandim. Bu 9 sotka joylashgan 4 ta xonasi, plus oshxonasi, plus yana katta holi bor. Undan tashqari podvoli ham bor. Podvolda o'sha katolinlari turibdi. Sizlar bilan birga hozir shu uyimizni obzor qilib chiqamiz. Undan oldin men sizlarga lokatsiyani tushuntiraman. Mahallani ko'rishinglar mumkin. Ko'chalari katta keng. Qo'shnilari hammasi yaxshi xonadonlik, ahil, tinch qo'shnilik ekan. Xo'p, kelasiz Kievga. Kievdagi Korzinkani orqasida joylashgan. Kelasiz hokimiyatining orqasida joylashgan ko'chada mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Sizlar bilan birga obzorni boshlaymiz. Ketdi. Qadrdonlar hovlimizga ham kirib oldi. O'ng tarafimizga bitta mashina sig'ish uchun kattakina joyimiz bor. Bu yoqdan podvolga tushsangiz bo'ladi. Podvolda ham katolik narsalar qilingan. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Mana bu yoq umumiy tashqaridagi hojatxona joylashtirib ketilgan. Bu yog'imiz oshxona bo'ladi. Endi sizlar bilan birga ichkarini ko'rib chiqamiz. Uy ichiga kirib oldik. Chap tarafda bitta xonamiz joylashtirilgan. Xo'p, bu yoq mehmonlar kutish uchun mehmonxona bo'ladi. Bu yog'imiz oshxona, mana boya aytib o'tganimdek oshxona. Xo'p, to'g'riga o'tarkanmiz, katta hol ko'rasizlar. Bu yoqda detskiy xona bo'ladi. O'ng tarafimizda yana bitta spalni keladi. Chap tarafga o'tarkanmiz, umumiy yuvinish xonasi, uning yonida yana bitta spalni. Qadrdonim, uyni ko'rdingiz, yoqqan aniq. Bitta like bosib niyatib qo'ying. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Xo'p, bu yoqda katta darazasi, bu yoqdan uyga kiradigan kichkina daraza qo'yilgan. Uyimizda gaz, svet, suv bor, muammosiz ekan, xudo xolasa. To'pli pol ham joylashtirishgan. Narxini startiy $88,000 deyapti. Yana kelishtirib bergan joy bor. Qiziqqan uchun pastda ega raqamni yozib qoldiraman. Siz bu videoga like bosib, o'zingizni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Kelasiz Kievdan uy qidirayotganlarga albatta